18-19 may kunlari Getwork xususiy bandlik agentligi Toshkent xalqaro migratsiya forumida ishtirok etmoqda. Forum Markaziy Osiyo, Osiyo, Yevropa, AQSh va boshqa hududlardan tashrif buyurgan 40 dan ortiq davlat vakillarini bir maydonga jamladi. Umuman olganda, tadbirda 600 dan ortiq ishtirokchilar qatnashdi. Forum doirasida hukumat vakillari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, xususiy sektor hamda fuqarolik jamiyati vakillari ishtirokida qonuniy migratsiya yo'llarini kengaytirish, tartibli migratsiya tamoyillarini ilgari surish, migrantlar huquqlari va ularning farovonligini ta'minlash hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, iqlim o'zgarishining aholi migratsiyasiga ta'siri kabi global chaqiriqlarga ham alohida e'tibor qaratildi. Меня зовут Тамара. Это мой коллега Якоб Лаландер. Мы из компании BRIC. Мы из Латвии. Мы являемся рекрутинговой компанией. На данный момент мы очень рады находиться на этом форуме. И, конечно, будем очень рады предоставить работу гражданам Узбекистана в Латвии. Men Toshkentda bo'lib turganimdan juda xursandman. Bu juda muhim forum. Migratsiya butun Yevropa va Markaziy Osiyo uchun katta masala hisoblanadi. Shu sababli forumda biz migratsiya to'g'ri yo'llari haqida gaplashamiz. Odamlarga boshqa mamlakatda ishlash imkoniyati yaratish juda yaxshi g'oya deb hisoblayman. Bugun Toshkent xalqaro migratsiya forumining 2-kuni davom etadi. Forumda O'zbekistondagi xususiy bandlik sohasidagi faoliyat yurituvchi yetakchi kompaniyalardan biri Getwork xususiy bandlik agentligi ham faol ishtirok etdi. Tashkilot xalqaro ish beruvchilar bilan uchrashuvlar o'tkazib, qonuniy va xavfsiz mehnat migratsiyasini rivojlantirish, yangi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish hamda mehnat bozori imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etdi. Migratsiya bu imkoniyat, uni to'g'ri boshqarish esa barqaror kelajak kafolatidir.